Sharqiy Turkistonda masjid va imomlarga bo'lgan besim kunsiri oshmoqda. Yaqinqi mezgillarda Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda elib berayotgan assimilyatsiya va qirg'in siyosatining kundan-kunga avj olishi, tutqun qilishi, diniy cheklama, masjidlarning chiqilishi, diniy zotlarning islom prinsiplariga yot bo'lgan gap so'z va ish faoliyatlariga majburlanishi, haqoratlik muomalalarga uchrash qatorliq bir qator ishlarning kunsiri eshib berish bilan xalq erkin bir nafasini o'z ixtiyori bilan olmaydigan vaziyat maydonga kelmoqda. Yaqinda ijtimoiy aloqa vositalarida ko'plab tarqatilgan bir video ko'rinish bilan bir parcha surat Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilari tomonidan elib berayotgan zo'ravonliklarning qanchalik darajada ekanligini yana bir qitim aniq isbotlab berdi. Suratda Sharqiy Turkistondagi bir masjidning hovlisida chiqilgan kommunist Xitoy bayrog'i bilan bu masjidning darvozasi ustiga cho'ng qilib esilgan Uyg'urcha va Xitoycha yoziqdagi partiyani suyish, vatanni suyish degan vizga odamning alohida diqqatini tortdi. Sharqiy Turkistonda islom diniga va Uyg'ur musulmonlariga qilinayotgan haqorat va besimning yana bir misoli bo'lib hisoblanadi. Qisqa filmdagisi bo'lsa, Sharqiy Turkistonning markaziy shahri bo'lgan Urumchining Davon mahallasidagi bir tungan masjidida Xitoy bayrog'i chiqarilgan ko'rinish bo'lib, masjidning tungan imomi bayroq chiqarishga qatnashgan kishilarga so'z qilib, Davon masjididagi bu bayroq chiqarish faoliyatining ikkinchi qitimliq ekanligini, ko'pchilikning bu bayroqni yaxshi bilishi va tunish kerakligini va Xitoy Kommunist partiyasining atrofiga zich uyushish, shundaqla atalmış Junxo millatini e'tirof qilish, vatanparvar diniy zot bo'lish, sotsializm bilan islom dinini birgavlashtirishga yetakchilik qilish kerak degandek mazmunlarni tilga olgan. 这个国旗大家要知道，国旗是它代表着中华人民共和国的主权，代表着国家的一个尊严。 Xitoy Uyg'urlarga yushurun jinoyat darajasi o'lchimi bekitdi. Qrim xabar agentligining 14-kundagi xabarda Xitoy doiralarining Sharqiy Turkistondagi besim va xalqni nazorat qilish darajasini kundan-kunga kuchaytirib, odamning aqliyat mugudek darajaga keltirilganligi tilga olingan. Xabarda yaqinqi mezgillarda Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur turuklarining uylarida Xitoy saqchilarining qarshi elinmagan mehmon sifatida majburiy yetib qopib, ko'zsiz elib berish, barliq texnikalik qo'llanishchanlikka ega buyumlarning majburiy yig'ilinishi va tekshirilishi qatorliq aql qabul qilmagudek darajada yurgizishga boshlaganligi bildirilgan. Bildirishcha, Xitoy doiralari Urumchining Yangi shahar rayonidagi Uyg'urlarni 10 tur bo'yicha baholaydigan va har bir turga 10 numar beriladigan bir baholash jadvalini tuzib chiqqan bo'lib, bu jadvaldagi baholash turi bo'yicha 80 dan 100% gacha numar olganlar ishonchlik, 50 bilan 80 orasida numar olganlar o'tirhol, 50 dan tuvan numar olganlar bo'lsa xatarlik deb qarilib sinflarga ayrilgan. Bu baholash jadvali tilga ilingan ahvollar ko'rilgan kishidan har bir ahvol uchun 10 numar tartilib mangar ekan. Bu xil baholash jadvalidagi mazmunlar bo'lsa, 15 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan kishilar, Uyg'ur bo'lgan kishilar, pasport bo'lgan kishilar, ishsiz bo'lgan kishilar, kundalik diniy ibodatlardan har qanday birini qilgan kishilar, diniy ma'lumotga ega bo'lgan kishilar, xatarlik deb qaralgan 26 davlatdan bir davlatga borgan kishilar, chet eldan kechikib kelgan kishilar, boshqa davlatlardagilar bilan har xil aloqa munosabatlarda bo'lgan kishilar, bolalarga uylarida o'qitish va ta'lim-tarbiya elib borgan kishilar degandek moddalarni tarkib topgan. Erkin Osiyo radiosining bu haqda bergan xabarda Ahmed ismli bir Uyg'ur ishsiz bo'lganligi, Uyg'ur bo'lganligi va 15 yosh bilan 55 yosh orasida bo'lganligi uchun 30 numar tartilib, 70 numar bilan o'tirhol bo'lib baholangan. 85 yoshlik İbrahim İsmail degan kishi bo'lsa, Uyg'ur bo'lganligi, pasporti bo'lganligi, xatarlik deb qaralgan davlatlardan biriga borganligi, kundalik diniy ibodatlarni qilganligi va diniy ma'lumot bo'lganligi uchun 50 numar olgan. Misrda tutilgan o'quvchilar uchun kishilik huquq tashkilotlariga chaqiriq qilindi. Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati, Sharqiy Turkiston ulamolar birligi, Sutuq Buğraxon ilm va madaniyat vaqfi qatorliq 3 tashkilot birlikda Misrda tutilib ketgan Uyg'ur o'quvchilariga aloqador murojaatnoma yozib, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini bu masalaga ko'ngil bilishga chaqiriq qildi. Arab tilida yozilgan murojaatnomaning mazmunini
İstiqlal televiziyasi to'g'ri tarjima qilib, diqqatingizga sundi. Murojaatnomaning asosiy mazmunida Misrda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarining nohaq va qonunsiz tutilganligi, ularning oqibatidan andisha qilinayotganligi, Xitoy qaytarishining oldini olib, erkinlikka chiqish uchun xalqaro kishilik huquq tashkilot va organlarining darhol harakatga o'tishi kerakligi chaqiriq qilingan. Murojaatnomaning mazmunida mundaq deyilgan: Sharqiy Turkiston Uyg'ur musulmonlarining kishilik huquq tashkilotiga go'zal salomlar yo'llash bilan birga, biz Sharqiy Turkiston Uyg'ur musulmonlari sizlardek insoniyatning izzati va sharafini qo'g'dash tarafdori bo'lib, zulmda qolganlarni qutuldirish yo'lida tirishayotgan organlarga iltijo qilganimizdan intayin sharaf his qilmoqdamiz. 2017 yili iyul oylari Xitoy bexatarlik tarmoqlari bilan Misr bexatarlik tarmoqlari o'tirisidagi bexatarlik kelishimlaridan keyin Azhar universiteti har qaysi fakultetlari o'qiyotgan Sharqiy Turkistonlik o'quvchi qarindoshlarimizning beshiga kelgan zulmga diqqatinglarni berishinglarni iltimos qilamiz. Qarindoshlarimizning beshiga kelgan zulmning hech qanday sababini bilgil bo'lmaydi. Lekin biz faqat 2016 yilning oxiri Xitoy tarafidan chiqilgan har turli cheklash qarorining bizga va Xitoy ishg'oliyatida yashayotgan Sharqiy Turkistondagi oilamizning hayotiga va avlodlarimizga, shundaqla ularning hayotiga tahdid ekanligini bilamiz. Hamda Xitoyning Azharda o'qiyotgan Sharqiy Turkistonlik o'quvchilarning o'qishini to'xtatishni talab qiladigan va islom dini bilimlarini o'rganishni jinoyat deb qaraydigan yo'lsiz chekdan oshgan cheklimlarni, Xitoyning Misr hukumatidan Uyg'ur o'quvchilarini tutib berishini talab qilganlik va oila kishilarimizni biz sababli tutib, oilamizga tahdidlarni solganligini bilamiz. Yuqorqi voqeadan uzoq o'tmay 2017 yili 19 iyun Xitoy bexatarlik ishlari muavin ministri Misr ziyoratida bo'ldi. Shuningdek keyin Misr bexatarlik tarmoqlari Misr aydurumi va kutish zallaridan Uyg'ur o'quvchilari va ularning oilasidagi kishilarni tutishga boshladi. 2017 yili 4 iyul bir kechada bir qancha o'g'il qiz o'quvchilarni bir qancha aydurum va rayonlarga tutib qamab qo'ydi. Biz bu murojaat maktubimiz orqali tashkilotlardan tuvandagi ahvollarni aniqlab berishni o'tinamiz. Birinchi, Misr hukumat tarafidan tutilgan o'quvchilarimiz va ularning oilasidagilarga Misr va boshqa davlatlar tarafidan adliya jihatda hukm chiqarilmagan yoki ular Misr hukumatiga qarshi leksiya, nutq so'zlamagan va ozodlik harakatlari bilan shug'ullanmagan edi. Ikkinchi, Xitoy Misrga vakil avatib, Misrdagi o'quvchilarning suratlari, ismlari va ularning o'ltirgan uy adresini egallab, tizimlikni Misr hukumatiga berdi. Hatto Misr hukumati Uyg'ur o'quvchilardan Xitoyga qaytib ketishni talab qildi. Uchinchi, Misrda tutilgan Azhar o'quvchilarining zo'r ko'p sonligi Azharda turayotgan bo'lib, ularning oilasi va bolalari Misrning qonunliq iqomati bilan turayotganlar edi. To'rtinchi, tutib, to'xtalib qo'yilganlarning oz qismi Azhar universitetiga tizimlatayotganlar yoki Misrning iqomatiga anga ilinish oldi turayotganlar bo'lib, ular Misr qonuniga asosan ma'lum sonda jarimani to'lasi kifoya qiladi. 5. Misr 30 necha yildan beri nurg'unlagan Sharqiy Turkiston o'quvchilariga va ularning oilalariga quchoq ochgan edi. Uyg'ur o'quvchilar va ularning oilasidagilar Misr qonuniga hurmat qilib kelgan va Misr qonuniga xilof ishlarni qilmagan kishilar edi. 6. Azhar o'quvchilari o'rta hal islomiy yo'ldagi islomiy ilm o'rganadigan o'quvchilar bo'lib, ularning hech birining tashkilot yoki jamoat bilan aloqasi yo'q. Ular siyosiy fikrlardan xoli, ular o'zlari o'ltiroqlashgan rayonning qonuniga hurmat qiladi. Shu rayonning muqimligiga va aminligiga ko'ngil bo'ladi. 7. Intayin afsuslangan holda shuni bayon qilamizki, Misr hukumat tarafidan tutilgan bir qism qarindoshlarimizga yemaklik va suv berish shart qilinib, shaxsiy aloqa ishlari cheklimga uchrab, haqorat va tan jazosiga uchrayotdi. Hatto ularning advokatlari bilan ko'rish huquqlari cheklimga uchrayotdi. 8. Biz egallagan ma'lumotlarga asoslanganda Misrda tutib to'xtatib qo'yilgan o'quvchilarning aniq sonliq ma'lumoti tuvandikicha. G'urbat aydurumida 7 kishi, Qohira aydurumida 5 kishi, Barjil Arab aydurumida 17 kishi, Yangi Misr rayonida 10 kishi, Nazhat rayonida 10 kishi, Salam rayonida 16 kishi. Ondan boshqa Ayni Shams rayoni, Nasr va Xalibi shaharlariga tarqatilib etilgan bo'lib, ularning ahvoli haqida ma'lumot olish yo'li uzilib qolganligi uchun 12 o'quvchini Xitoyga o'tkazib berganligi haqidagi xabarlarni aniqlag'ili bo'lmaganidek,
boshqalarning tafsiliy ma'lumotini aniq ololmadik. 9. Uyg'urlarning qandaq bir kishi Xitoyga o'tkazilib berilsa, Xitoy uningga o'lim jazosi berdi. Yoki Xitoyning bosqichi farsizmlik muomalalarini hisobga olmaganda oz deganda 15 yil uzoq muddatlik turmu qamash jazosi berdi. Diqqatingizga sunmoqchi bo'lgan murojaatimiz. Mumkin bo'lsa, Misr hukumatining yuqorida bayon qilingan o'quvchilarini va ularning oilasini qo'yib berishga ko'ndirib, ularning Misrdagi o'qishlarini qaytadan davomlashtirish prosesini yaratib berishinglarni umid qilamiz. Hech bo'lmagandimi ularga o'lim jazosi beradigan yoki hayotini bir umr turmada chiritadigan Xitoyga topshirib bermay, Misrdan ketib, 3-chi xohlagan bir davlatga berib, o'qishlarini davomlashtirish prosesini yaratib berishinglarni umid qilamiz. Hurmat bilan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati, Sharqiy Turkiston o'limalar birlik, Sutuq Bo'raxon ilm va madaniyat vaqfi. Misrdagi Xitoy jasuslari. Yangi aktorning 14-kundagi sahifasida yaqinda Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarining tutqun qilinganligi, 4-iyul kuni Misr istixboroti va niqoblangan yuzlagan Xitoy askar va soqchilari birlikda Misrdagi Uyg'ur o'quvchilar va tijoratchilarga qaratilgan tutqun qilish harakati olib borganligi. 8-iyul kuni Xitoyning Misrdagi konsulxonasida Xitoy istixborotining qo'llashi va hamkorlik ostida Misrda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga qaratilgan harbiy harakat nomidagi bir yig'in ochilganligi bildirilgan. Bu yig'inda Misrdagi o'quvchilar haqidagi ma'lumotlarni to'plab, Xitoy Misr istixborotini ta'minlagan va Xitoy jasusi deb tanilgan Abdulmut Otish ismli biri so'z qilgan. Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarining tutqun qilinishi boshlangandan keyin Xitoyning bu sodiq jasusimi soqchi mashinasiga chiqarilib, soqchixonaga elib kelingan. Xabar yana bu yig'inga Xitoyning sodiq jasusi Abduxoliq Oqsu bilan uning sheriki Akbar Qaraqoshmi Allohga, Sharqiy Turkistonga va uning xalqiga sotqinlik qilib, o'z maydonini ifoda qilib, so'z qilganligi tilga olingan. Yangi aktorda e'lon qilingan bu xabarda Xitoyga sotilgan bu 3 nafar jasus Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur musulmonlar qon yosh yig'layotgan bu kunlarda Xitoy bilan birlikda hamkorlashganlik, Uyg'ur musulmonlarga zulm qilish va Xitoyga yaxshichoq bo'lish uchun xalqqa va vataniga jasuslik, sotqinlik qilgan xoinlar ekanlik. Uyg'ur musulmonlarining buningdek o'z vataniga va xalqiga sotqinlik qilib kommunist Xitoy bilan birlashgan xoinlarni yaxshi tunuvlish lozimligi bildirilgan. (15-iyul isyoniga qarshi xalq qalbisining 1 yillik yig'ilishiga Uyg'urlarmi qatnashdi. 2017-yilda 15-iyul kuni Turkiyada yuz bergan qonliq harbiy isyonga 1 yil bo'lgan kun. Yillardan beri davlat organlariga so'qinib kirib olgan FATO terrorchi kuchlari Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıtmak için elip bargan bu suiqasdlik plan ve urinişleri kahraman Türk halkının qarşı turuşu bilen beçit qilindi. Bu xoinlarcha elip berilgan qonliq isyonga qarşı maydonga kelgan batırlık ve cesaretler Türk halkının tüp menfaati ve haqiqiy bir erkin davlat ekanligini, Türk halkının erkinlik için her qandaq bedel tulusumu asla vaz kechmaydiganligini ko'rsatib berdi. Bu xoinlarcha elip berilgan harbiy isyonga qarşı erkinlik g'alaba qilganligining 1 yilligi munosabati bilan Turkiyaning har qaysi rayonlarida xalq ko'cha va maydonlarga to'planib, g'alaba kunini xotirlash elib bordi. İstanbul, Ankara qatorliq shaharlarda turayotgan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimiz Turk xalqi bilan birlikda bu yurishga otlanib, o'zining Turk xalqi va Turkiya davlati bilan bir safda ekanligini, har qanday jafo mushaqqatlarda yanada ekanligini bildirdi. 15-iyul kuni kechda shahidlar kavriki va Fatih Saraçxana oldidagi maydonlarga to'plangan necha 10 ming'an Turk xalqi bilan birlikda qo'llarga Sharqiy Turkistonning oy yultuzuq ko'k bayrog'ini elib, uni lapildatgunicha yurishga atlangan yuzlagan Sharqiy Turkistonliklar bu xitimqi yurishdi bu o'zini namoyon qildi. 15-iyul kuni shahidlar kavrikida Turkiya raisi Recep Tayyip Erdoğan harbiy isyon bostirilganligining 1 yillik xotira kuni munosabati bilan so'z qilib mundaq dedi. 2016-yilda yuz bergan harbiy isyonning orqasida FATO terrorchi kuchlarining borlig'ini tunib yetgan Turk xalqi bu jinoyatlarga qarshi darhol harakatga o'tdi va millionlagan xalq ko'chalarga chiqdi.
qarshisidagi tanka va ilg'or qurollarga qarshi ularning qo'lida faqat Turkiyaning qizil bayrog'i va qalbidagi haqiqiy iymon bor edi. Takbirlar bilan tanklarning oldiga bora olgan bir xalqni kimmi ishg'ol qila olsin? İstanbulda va mana bu shahidlar ko'rikida eng ko'p qon to'kilgan va shahidlar berilgan bo'ldi. Bu ko'rikda tanklarga qarshi haqiqat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan 36 shahid uchun Allohdan mag'firat va rahmat tilayman. Bu tarixiy kunda İstanbuldagi Uyg'urlarmi harakatga o'tib, shahidlar ko'riki, Fatih Saraçxana maydoni, Zeytinburnu maydonlarida uyushtirilgan xotirlash faoliyatlariga qatnashdi va Türk xalqining yanida ekanligini yana bir qitim namoyon qildi. Xitoy o'lkasining Sharqiy Turkistonda harbiy safga qatnashadiganlarga beriladigan mukofot bir hassa o'stirildi. Shaoshang shahar gazetining 16-iyul xabarida yozilishicha, yaqinda Xitoyning Xunan o'lkasi Changsha shaharlik hukumat ishxonasi bir xil uqtirish tarqatgan bo'lib, mazkur uqtirishda Sharqiy Turkiston va Tibetga berib harbiy safga qatnashgan askarlarga beriladigan safar to'liqlama va mukofot pulining o'lchimini yuqori ko'targanlik. Bu uqtirishning 8-oyning 1-kunidan boshlab rasmiy ijro qilinganligi uqtirilgan. Uqtirishda oliy maktabni bitirgan Sharqiy Turkiston va Tibetga berib harbiy safga qatnashmoqchi bo'lganlarga nisbatan odatda berilib kelayotgan 10 ming yuanlik ilhomlantirish pulining 20 ming yuanga o'stirilganlik. Bu ilhomlantirish pulini har qaysi shahar va nohiyalardagi xalq ishlari idoralari Sharqiy Turkiston va Tibetga bormoqchi bo'lgan fuqaro anga oldirib, yo'lga chiqishdan 3 kun burun qo'lga takkizib bo'lishi uqtirilgan. Uqtirishi yana qonun ijro qilgan idora organlar soqchi qabul qilganda harbiy safdan chekilganlarni asos qilish kerakligi alohida ta'kidlangan. Xitoy Tayvanni doimlik kuzatish ostiga oldi. Xitoy mudofaa ministrligi doiralarining jiddiylik holatida turayotgan Tayvan bo'g'izini doimlik kuzatib turganligini bildirgan. Star Tour'ning 20-iyul kuni bergan xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy mudofaa ministrligi tarafidan e'lon qilgan bayonotda Xitoy ozodlik armiyasining Tayvan bo'g'izi va uning atrofidagi ahvollarga munosabatlik doimlik kuzatish elib berayotganligini bildirib, rayondagi barliq ahvollarning o'z kontrolli ostida ekanligini tilga olgan. Tayvan axborotlarida berilgan xabarlarga qaraganda, Xitoyning Liaoning nomli aviamatkisi iyul oyining 5-ida Hong Kongga berib, Tayvan bo'g'izini o'tgan vaqtda Amerika harbiy paraxotlari tarafidan ko'zish doirasiga ilinganligi ilgari surilgan. Xitoy havo armiyasiga tava bo'lgan H-6 tiplik bombardimonchi aeroplan o'tgan hafta Tayvan havo mudofaa sohasiga yaqin bo'lgan yerda harbiy manevr elib borgan edi. Uningdan keyin bu rayondagi vaziyat jiddiylashishga qarab mingan. Tayvan doiralari shuningdan keyin harbiy qismning hushyorligini texmi o'stirganligini bildirgan. Xitoy doiralari bo'lsa, mazkur rayonda odatdagi mashq uchishlarini doim elib borganlik, Tayvanning buningga ko'nishi kerakligini bildirgan. Xitoy Amerikaning 6-oyda Tayvanga 1 milliard 300 million dollarlik qurol-yarog' setib berish kelishimiga qattiq norozilik bildirgan edi. Xitoy doiralari agar Tayvan mustaqillik e'lon qilgan ahvolda harbiy kuch ishlatishga tayyor ekanligini bildirib, Tayvan Xitoyning bir o'lkasi ekanligini da'vo qilib kelmoqda.